Assalomu alaykum. Ismim Manzura, jon tabibi va joningizni qiynaydigan savollar bo'lsa bering, javob beraman. Hozir sizlarga mana bu badan, fiziskiy telo nimalarga qodirligini aytmoqchiman. Qayerdan kasallik olib kelyapmiz, o'zimizga tortib olyapmiz, nimaga bunday bo'ladi? Mana shuni sababini aytmoqchiman. Как tabib sizlarga qanday badanda dard paydo bo'lishini aytmoqchiman. O'zingizni kontrol qiling, o'zingizga e'tibor bering. Mana bu fiziskiy telo o'zidan energiya chiqaradi. O'zidan ham oq, ham qora energiya chiqarish xususiyatiga ega. Buni siz ko'rmaysiz, bu kvantoviy fizika. Buni biolog dokazat qilib bergan. Buni kvantoviy fizika apparatlarda bizani qonimizni qo'yib, badanimizni qo'yib, qanday nima ish berishini ko'rishgan. O'sha yerda 40 kungacha yerda inson o'lgandan keyin uni energetik strukturasi ushlanib qolishini ham u dokazat qilgan va religiozniy narsalarni ko'pisini dinda bo'lgan narsalarni tasdiqlab bergan, chunki badanda shu narsalarni aniqlagan. Kimga qiziq, Telegram gruppam для развития kirib, o'zlari ssilkalarda topib va tepada pastga tushiraversangiz, tepada bo'ladi mani ustozlarimning ismlari. O'sha yerdan o'zlaringizga meni ustozlarimni keng qo'llanmalarini internetdan topishingiz mumkin. Hamma narsa o'zi internetda bor. Hamma narsa bu, undan ham zo'rlari bor. Siz qidiraverdingizki, uyqungizdan uyg'onib savol berishga tushdingizki, значит sizga уже pora развиваться. Kimda savol tug'ilmaydi, nimaga bular boy, bunisi kambag'al, nimaga bu sog'lom, bu kasal, nimaga endi bular bunaqa, ular bunaqa, nimaga endi Alloh, yer, nimaga men bu dunyoga keldim degan savol tug'ildimi, siz uyquzdan uyg'onyapsiz. Mana shu yerda razvitiyangizga e'tibor bering va meni qo'llanmalarim sizga va blaga. Demak, biz o'zimizdan qora va oq energiya ishlab chiqaramiz dedim. Mana shu qora energiya qachon chiqadi? Qachonki siz qayg'u va alamga berilgan bo'lsangiz va jahlga berilgan bo'lsangiz. Jahl, qayg'u, alam ana shunaqa низкие vibratsiya, karta сознания, yana aytib o'taman. Olimlar dokazat qilib berishgan, hammamizni proverka qilib, qanday insoniyat yerda razviyatsiya qilib tepaga chiqadi. Mana shu yerda razvitiyangizdan orqada qolmang. Bizaga razvitiya uchun dard beriladi, mushkul, qanday desam, og'irlashadi hayotingizda biron narsa, siz bilan tragediyalar bo'ladi. Bu просто так emas. Jonni uyg'onishi va o'sishi, o'zida kuch paydo qilishi uchun sizga va bizga shunaqa situatsiyalar beriladi, чтобы biz bu yo'ldan tezroq o'taylik. G'am, alam, tashvishga berilib, yiqilib qolishimizdan foyda yo'q hech kimga. Sizni farishtangiz doim yoningizda. U jonni razvitiyasiga qarab yo'lini taxlab kelib chiqadi. Siz kechasi yotasiz, ular yotmaydi. Demak, mana shu nizkiy vibratsiyada bo'lganingizda siz уже qora energiya ishlab chiqaraverasiz va bu narsa fizikada qayerda qimirlab turish energiyasi, yer va osmonni o'zini qimirlab turgan vibratsiyasi sizdan qayerida tiqilib qolish va siqilishlar sjatiya bo'lgan bo'lsa, o'sha yerdan o'tib keta olmaydi. Keyin tiqilib qoladi, o'sha keyin siz yaratgan qora energiya o'sha joyga o'tirib qoladi va siz uni kattalashtirasiz. Mana sizni shaytonchangiz. Insonlar обращаться qilgan payti doim proverять qilaman, nechta shaytoni bor va ular qaysi turlar. G'am, alam shaytoni, havas shaytoni, даже bo'ladi shunaqa qahqaha shaytoni, yana kulgich, keyin kuldiradigan shaytonlar bo'ladi. Siz ko'p hazillashsangiz, ular sizda bo'ladi. Insoniyatni chiqaradigan haddan ziyod energiyasi u qoraga aylanadi. Shu uchun ham religiyalarda, dinimizda og'ir bo'lish, kam gapirishda mana shularda jon bor. Demak, keyin mana bu shaytonlarni yaratdingizki, siz yozga chiqqaningizda men ularni kishit deb obtaylayman, sizni tozalayman, siz o'ylovlaringizdan xalos bo'lasiz, ko'p narsadan xalos bo'lasiz va bilasizmi, meni yonimdan ketdingizki, sizda bitta vыбор bor.
qaytib o'sha inson yo'lidan ketish, qanaqa edingiz meni yonimga kelishga, ketayotgan paytingizda mani maslahatlarimni olib yana qayta o'sha inson bo'lib ketsangiz, mani maslahatlarimni chimodanga tiqib mana bu yoqqa surib qo'ysangiz agar, sizni razvitiyangiz oldinga surilmaydi. Bu na sizga, na hech kimga foydasi yo'q bu narsani, lekin menga sizga yo'l ko'rsatganim uchun, to'g'ri yo'ldan chiqarib qo'yganim uchun farishtalaringizdan rahmatlar yog'iladi va meni farishtam uni yozib qo'yadi. Jonda bu informatsiya bo'ladi va u nur taratib turadi. Mana shu narsalarni ko'rish qobiliyatiga egaman. Uyqudan uyg'ondingizki, sizda ham telepatiya, чувствовать qilish, telekinez, qimillatish, prostranstvani qimillatish va insonni taqdirini qimillatib yuborish. Bilasizmi, bu mo'jiza. Toki siz mo'jiza yarata olmaysiz, bu yerga qaytib tug'ilaveramiz. Qayta tug'ilish dokazat qilingan, men tomonimdan emas, olimlar tomonidan. Men esa o'zim uchun uni ochganman. Uyqularimda uyqumni tahlil qilib, uyqumni tushunib, tagiga borganman. 20 ta hayotimdan ortig'ini ko'rganman. Qayta tug'ilishni доказательствоsi bu "Путешествие души" kitobi. Sizga qiziq bo'lsa o'qing. Demak, mana bu maymunni qo'lga olish uchun, qora energiya tarqatmaslik uchun inson razviyatsiya qilishi kerak va unga psixologiya to'lka yordam berib bo'ladi. To'lka psixologiya. Psixologiya o'ylash darajangizni kenglashtiradi va siz birdaniga jahl qilmaysiz, birdaniga yurib ketmaysiz, birdaniga yiqilib qolmaysiz. Bir situatsiya bo'lsa, keyin o'ylab o'tirib, keyin o'ylash darajasiga ega bo'lasiz. Spilchivoy narsalar bo'lmaydi. Sizga kreditga tashlanish, magazinda narsaga tashlanish, biror narsani olish, biror narsani o'marish, o'g'rilik qilish, mana shu narsalar sizda bo'lmaydi. Razviyatsiya qilsangiz agar o'zingiz uchun mana bu instinkti животных uni o'ldirishimiz kerak. Chunki biza hayvonni ham badanida mana shu yerga kelganmiz. Yana hayvon badanida boshqa planetalarda ham bo'lganmiz. O'tgan hayotingizni ko'rsangiz qusaverasiz. Buni bir necha marta aytganman. Bundan qo'rqish kerak yo'q, lekin erkin tanlash huquqi hammada bor. Hozir xohlamaysizmi uyg'onishni, farqi yo'q. Bu planeta bizlar uchun yaralgan, bilasizmi? Bu planetani nima deydi? Bu planetada hech narsa o'zgarmayapti. Suv bosib ketib, yana qayta to'lib, qayta yaralib, qayta bo'lib yotibdi. Bu bo'lmasa boshqa planeta ko'p. Videosi bor, ko'ringlar o'zlaringiz uchun. Demak, bizlar uchun yer yaralgan. Oxiratni kutib yashashadi insonlar. Oxirat siz uchun o'ldingizki, ko'zingizni yumdingizmi, sizning oxiratingiz уже keldi. Yerni qiymati bilan 15 yil, 20 yildan keyin siz qaytib tug'ilasiz. Tug'ilganligingizni bilmaysiz. Farzandlaringizga e'tibor bering. Xislatlariga, talantlariga e'tibor bering. Oilangizda bo'lmagan narsalar farzandingizda bor. E'tibor bersangiz ko'rasiz va chaqaloqni ham ko'zlari katta va bunday qilib qarashlari bu o'sha ruhni qaytib tug'ilganligi va u o'zini boshqa tanada ko'rib qichqirayotgan narsa, bu o'sha ruhni 1 yoshgacha uni nimasi yopilmagunicha unda pamyat ochiq bo'ladi. Buni hech kim bizlar uchun yopmaydi. Bu narsa o'zidan o'zi blok bo'lib qoladi. Uni ochish har bir insonning o'zini qo'lida. Xohlayman ko'rishni, bilishni, menga ko'rsat. Ey Allohim, oldin qaysi hayotda, qayerda edim deb uxlasangiz, shu zapros bilan sizga ko'rsatishadi. Begona joylar, begona til, begona yurtni ko'rasiz. Qayta tug'ilishda yana доказательствоsi kerak bo'lsa, bilasizmi, sizni tortadi. Seriallarni, qaysidir shaharlarga, qaysidir tilga siz ko'proq yondashib o'sha narsani xohlaysiz, ketasiz, qilasiz. Значит, biza ham qora, ham oq energiyani chiqarar ekanmiz. Shunga e'tibor bering. Qora energiyadan foyda yo'q ekan. U chiqib, qayeringizda blok bo'lsa, o'sha yeringizga qolib kattalashadi va shaytonga aylanadi va dard beradi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun svetni o'ylashingiz kerak. Yorug'lik bu Alloh haqida o'ylash va fikrlarimizni tartibga solish va o'zimizni, miyamizni ichida nur yaratish. Miya tinchlandiki, siz xayolan tinchlandingizki, sizdan o'zi svet chiqaveradi va bu insonlarni nuroniylar deyishgan, svetiy deyishgan, bu gaplarda jon bor.
Kim xayolini tartibga solib yuradi, kim Allohga ishonadi va doim bilasizmi, har qilgan ishidan namoz o'qimasa ham Xudojon o'zing kechir, xato qilmadimmi deb Xudojon deb o'tirgan insonlarda nur yog'ilaveradi. U Alloh bilan va o'zi bilan o'zi. Mana shu insonlarni savobit qiladi, bilasizmi? Savobit qilgandan keyin tortilish kuchi bilan uni zaprosiga qarab men tortilish kuchi bilan boraman. O'sha uyga, o'sha ko'chaga, o'sha yurtga, bilasizmi, joyga tortilish kuchi bilan через internet, через nimadir bo'lib, kimdir bilib, tortilish kuchi bilan biz birovimizni topamiz. Bu ishni farishtalar qiladi. Farishtalar bizani to'qnashtiradi, bizani yo'limizni taxlashadi, bizaga nima yetishmaydi o'sha dardni berishadi va bizaga qaysi narsalar yetishmaydi energetik, bilasizmi? Masalan, siz gardiniyada bo'lsangiz, u gordostni ustidan g'alaba qozonmayotgan bo'lsangiz, u bilan yashab yurgan bo'lsangiz, mana bu insonman, man, u kim bo'pti deb mana bunaqa qilaverdingizki, siz bu hislatni tark etmayapsiz. U hislatni sizdan olib tashlash uchun farishta nima qilish kerak? Sizdan bolani, o'zingizni, farzandingizni olib qo'yishadi. U hayot bo'lsa, u bironta dard berishadi unga, o'limiga olib kelishadi. Bu bilasizmi, energetik bu narsa nima deydi, shunaqa bir tortilish kuchi bilan bo'ladi. Sizni razvitiyangizga nima yetishmaydi, shunday berib yuborishadi. Masalan, yoshi katta insonlarda razvitiyasi past, ular harakat qilishmaydi. E'tibor bering, katta pokoleniyada eski nima deydi, o'zini убеждениялari, yashab o'tgan muhiti va qotgan miya razviyatsiya qilmadiki, hamma yoshi kattalarda insult va infarkt. Buni sababi razvitiyangizdan orqada qoldingiz. Dard berishadi, mana shunday qilib sizni ittarib borishadi. Biz mana shu hislatlardan xalos bo'lishimiz kerak. Demak, требующий, bilasizmi? Talabchan. Shunaqa insonlar bor. Buni qilgin, uni qilgin, buni ketir, uni qilgin. Ketirasizmi, qilasizmi, bo'ladimi, qo'yadimi, kontrolyor bo'ladi-yu. Mana shunaqa kontrolyorlar, insonlar, o'zlaringizga e'tibor beringlar. Siz kontrolyor bo'lsangiz, siz ham qora energiya o'zingizdan chiqarasiz va dard berishadi. O'zingizga o'zingiz dard berasiz va sizga yana ustiga qo'yishadi, dardni berishadi, чтобы siz tezroq chiqing shu состояниеdan. Biz nima qilamiz? Biz yiqilib qolamiz. Biz battar bo'lamiz, bilasizmi? Og'ir kunlar kelaversa, biz o'lib qolamiz. Voy! Mani boshimga qayerdan keldi bu balo deb. Люблю шутить. Значит, qarang, mana shu yerda oldinlari menda shayton yo'q demayman. Mana oldinlari mana shu yo'lga kirganimda, o'sha ustoz olganimda, o'sha o'zimni anglaganimda, o'sha fizika, пространство qanday ish berishini, bu men nimalarga qodirligini o'sha aniqlaganimdan keyin o'zimda ham qah ursam, shaytonchalar shap kelardi, chap tarafdan o'tirishadi. Chap tarafdan kirib kelishadi. Men deyman, "O, как?" Bizda aytishadi-yu, chapda shayton turadi, o'ngda rahmon deb. Reально. Farishtalar mana bu tarafda, keladigan asharotlar hammasi chapdan kirib keladi. Shunda keyin nima deydi, даже vannada, bilasizmi, dush qabul qilayotgan paytimda shundaygina kayf qilib o'tirganingda shu keladi shaytonchalar. Qora energiya keladi. Hatto sen kayf qilib o'tiribsan, nimaga qora energiya keladi? Senga yopishadi. Sendan chiqqan haddan ziyod ko'p energiya yerdagi nizkiy astral degan joyda, bu yerning qobig'i, yer sathi ichida, o'rtasida, tagida va tepasida narsalar bor. Siz buni ko'ra olmaysiz. Buni ko'rib biladigan insonlar bilishadi. Shuning uchun ham osmonga qarab Alloh deymiz, pastga qarab g'am chekamiz. Bu narsalarda jon bor, jon. Ko'rinmas olam biza bilan mana shundoq turibdi, bilasizmi? Shunday ruh turdimi, uyqusidan turdimi, u ketadi ko'rinmas olamga. Keldimi, ko'rinadigan olamga kiradi. U постоянно ko'rinmas olam bilan nima deydi, vkontakte, biz vkontakte. Inogda bilasizmi? Bizada даже bunday xayoling borib qoladi-yu, shu payt ruh chiqqan bo'ladi. Badaningizdan chiqib, nimadir ish qilgisi keladi yoki kimnidir ko'rgan paytida shunday xayolingiz borib qoladi-da, o'sha joni bilan achomlashib qaytib kiradi. "Oy, nima buncha xayoling qayoqqa ketdi?" deymiz. E'tibor bering. Demak, mana shu paytda o'zimni shunday lavit qilganman, ko'rish qobiliyati ochilgandan keyin, sezish qobiliyati ochilgandan keyin через faqat nima qilsam, через Alloh, birinchi Allohni o'ylab, keyin
keyingina rohatlanishingiz kerak. O'shandagina sizni energiyangiz u bilan birga bo'ldiki, sizga hech narsa kelib yopishmaydi. Shu uchun ham kunida 5 marta namoz, duo o'qishadi, boshqa qilishadi. Nima uchun? Siz Alloh bilan o'zingiz. Bu kuniga 5 marta emas, har nafasingizda Alloh bilan bo'ling. O'shandagina siz energiyangizni kontrol qilib turasiz. Xudo deb yomon ish qilmaysiz, xudo deysiz, quvonasiz, xudo deysiz, g'am chekasiz, xudo deb, все нормально. Hammasi yaxshi bo'ladi. Fizikada hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa unga kelib tegmaydi. Demak, aytadigan gaplarim shu edi. Savollaringiz bo'lsa yozinglar. Yana nimadirni aytishimni aytyapti o'zi farishtalarim, nima desam ekan. Yana nimadir degan deyishyapti. Men o'zimni farishtamni juda ham yaxshi eshita olaman. Miyangiz tinchlandiki, siz jon bilan farishtaning gapini eshitib turasiz. Jon past ovozda va bir marta gapiradi. Farishta esa beraveradi, orqangiz bilan beraveradi informatsiya orqangiz. Miya bilan emas. Miya o'zi gapiradi, miyani tahlili boshqa. Miya tinmasdan gapiradi va faqat problema beradi. U ishni qilishim kerak, bu ishni qilishim kerak, u yoqqa borishim kerak, bu yoqqa tur, uni qil, buni qil. Bu mana bu obezyankani prigit qilishi. Farishta boshqa xil beradi. Farishtaning gapi необычный. E'tibor beringlar, uyg'oninglar, o'zlaringizni anglanglar. Demak, karta soznaniya haqida gapirib bo'ldim. Keyin avloddan keling. Avloddan keladigan programmalar haqida gapiramiz. Biza avlod bilan juda ham bog'liq. Siz mana shu rodga keldingizmi, tug'ilib, mana shu oila sistemasiga keldingizmi, siz prosta tak kelmaysiz. Sizda nima hislatlar yetishmaydi, mana shu oila sistemasi beradi. Ota, ona, aka, uka, mana shu nima sizga yetishmaydi, o'shani berishadi shunday qilib, bilasizmi? Azob, qiynoqlar berishadi, чтобы sen o'skin, dard, alam bizdan o'stiradi. O'shandan chiqa oldingki, sen o'sasan, ruh o'sadi va shu energiya kelib tushadi, senda kuch paydo bo'ladi. Keyin aytasiz, ana kun man, endi men Buxoroda yashayman, tojiklarning o'rtasida. Ana kun man hechqa inte namekunaman, ana inte Xudoga shukr, anamda shu, ana kun man deysiz-ku. O'sha azob orqali Allohimga rahmat, biz o'samiz. O'tirishga kelmabmiz, raziyatsa qilinglar va shukr qilinglar va tahlil qilinglar. Nimaga siz bilan shu hodisa bo'ldi? Nima beryapti bu hodisa sizga? Farzandingizni yo'qotdingiz yoki bir kishiga bir nima bo'ldi, dard keldi, balo bo'ldi, battar bo'ldi. Nimaga bo'ldi? Savol, o'rtoqlar, savol berasiz va uyg'onamiz va farishtangiz o'zi yuragingizga soladi, nimaga bunday bo'lgani. Demak, родовые проклятия, родовые программы, rod bilan bog'liq juda ham ko'p narsa bor. Demak, mana shu rodingizni eslab, avvalgi zamonda bilasizmi, bir yilga bir xatm qilishgan va eslashgan, ulardan so'rashgan, kuch so'rashgan va ularni kechirishni, ularni gunohini kechirishni Allohdan so'rab, ulardan keyin nima deydi, kuch so'rab, ularga yaxshi niyatlar aytib, mana shunaqa ishlar qilishgan va bu ish beradi, bilasizmi? Ixlos, xalos. Siz qanchalik ishonasiz avlodingizga? Avlodni meditatsiyasi bor menda, Telegram kanalimda, o'sha yerda yozsangiz agar, Manzura menga ham bering o'sha avlodni meditatsiyasini desangiz beraman. Uni eshitib, siz tinchgina eshitib 21 kun bu ishni qilishingiz kerak. Ayol ustozimning ovozi bilan siz o'sha ishlarni qilishingiz kerak. O'shanda siz rodni, avlodni tozalab, avloddan kuch keladi sizga. Tozalashga ham tayyor bo'linglar. Og'irlik kelib tushadi, shamollab qolasiz, bir kasallik keladi. Lёгкий, prostuda, mana shunaqa kasallik tushadi. Burun bog'liq, mana shu tomoq bilan, og'iz bilan, burun bilan, ko'z bilan, bosh bilan siyazini narsa mana shu yeringizda paydo bo'ladi, qachonki siz avlod uchun biror nima qilsangiz. Chunki ularning og'irligi kelib tushadi. Lekin 21 kun bu nima deydi, o'lim emas, 1 yil emas. 21 kun shu ishni qilasiz va o'zingizda kuch sezasiz. Kuch. Siz ularni tozalaverdingizki, energiya roda tepadan pastga kelib tushadi. Shu uchun ham aytishadiki, yomonlik qilma, bolangga uradi. Tahlil qiling, bu so'zlarda jon bor. Yomonlik qilma, qaytar dunyo. Qachon qaytadi? Faqat buni hech kim bilmaydi. Mana hozir aytaman sizlarga. Karma bu действие.
sani qiliqlaring, qirg'iriqlaring, sani ishlaring. Karma bu действие, sani ishlaring. San hozir nima ish qilib kelyapsan? San уже будущini taxlab kelyapsan. Masalan, siz shu hayotingizda kimnidir o'ldirsangiz, уже podpis qo'yib berdingiz. Jon buni avtomatически bitta telo bizada 7 ta qatlam kapusta biza o'shani bittasida zapis уже avtomatически bo'lib ketadi. Bir kishini o'ldirdingmi, sen aytasanki meni ham o'ldirishsin. Bir kishini erini oldingmi, sen rozi bo'lib уже podpis qo'yib aytasanki meni ham erimni bir kishi olib ketsin. Bolangizni abort qilsangiz, abort. Bu safar ham meni ham abort qilib tashlashsin degani bo'ladi. Shuning uchun ham yosh kelib ketgan jonlarga nima deydi, bolasini yiqilibdi, rahmini yeyishadi. Endi bu bilim yo'qligidan bilasizmi? Shu yerda lavit qilinglar misl. Rahmini hech kimni yeyish kerak yo'q. Hamma o'zini taqdirini nima qilib kelyapti? Yozib kelyapti. Mana shu yozilgan taqdirlaringiz, o'zlaringiz taqdirlaringizni o'z yozib, o'zingizga o'zingiz azob berib kelyapsiz. Qayta tug'ilishingiz bilan bu azoblar sizda yana boshlanadi. Siz uni yozib taxlab ketyapsiz. Shuning uchun hozir kamroq gunoh ish qilib, kamroq bunaqa narsalar qilib, осознанно жизнь qilib, o'zlaringizda kuch paydo qilinglar. Nima deydi? Qasd olmaslikka harakat qilinglar. Dushmanlarni yaxshi ko'rishga va ularni tahlil qilib, nima uchun ular sizning yo'lingizdan chiqdi va nima bo'lyapti. Bular как trenajyor, bilasizmi? Insonlar bir-biriga trenajyor. Ularga qarab trenirovka qilish kerak. O'rganish kerak. O'sha insonni yomon qirg'iriqlarga qarab расслабиться qilishni o'rganish kerak. Siz напряженный yurdingizki, sizda transportda, ko'chada, quyda hamma hodisalar yuz beradi. Nimaga? Chunki siz напряженныйsiz. Siz bitta narsani o'ylab, qisilib, siqilib, o'sha energiyani beryapsiz. Nima deydi? Mir mana shunday qilib vibratsiya sizdan chiqib o'tirgan narsa tortilish kuchiga ega. Tortib kelasiz o'zingizga naqs, balo, battarlarni, og'ir kunlarni o'zingizga o'zingiz tortasiz. Hech kim sizga tashavormaydi, o'zingizni o'zingiz qilasiz. Men shu narsalarni ko'rib o'tiribman. Shu uchun ham sizga aytyapman, o'zlaringizni qo'llaringizga olinglar va aql bilan ish qilinglar va qotgan gaplarni ham olib taylanglar. Qotgan gaplarga nima kiradi? Batmekunam vaqtamniz. Kerak emas. Menga nima kerak? Shu. Yaxshi, prям atmoska yaxshi. Lekin nima deydi? Постоянно вопрос bo'ladi. Oy, qo'lim og'riyapti, bilasam, qo'lim og'riyapti. Bilasam, men shu oyog'im og'riydi, shishgan og'riydi, bilasam, nimaga bilmayman. Siz shu savolni berganingizdan keyin men Terminatorni oldida kompyuter shaqarlatib ko'zimni ichki dunyosi bilan, tretий глаз, ichki dunyosida уже ko'rsatishadi. Nechta narsa sizni oyog'ingiz bilan bog'liq. Siz nima deb o'ylaysiz? Bitta narsa bilan bog'liqmi? Yo'q, psixosomatikada jonda tiqilib qolgan situatsiyalarda xrinay bo'lsa, ana o'shalar tiqilib qolib bir joyingizga uradi. Slabый taraflarga uradi. Потому что avloddan keladigan oyoq o'ng taraf otangiz bilan, chap tarafda ona taraf bilan bog'liq narsalar bor. Avlodning ham programmalari, negativlari tushib keldiki, ustiga ustak energiya tepadan pastga tushadi dedim. E'tibor beringlar. Siz qilgan gunohlaringiz uchun farzandlari o'shalarga uradi, o'zingizga urmaydi hech qachon. Farzandingizni gunohlari uchun sizni hech qachon jazolashmaydi. Uni pastidan, uni bolalari jazo oladi. Siz emas. Menda bilim juda ham ko'p. Olimlarning qo'llanmalari, hamma uchonlarning gaplari, ustozlar, uyg'onganlarning so'zlari va tahlillari bor. Va o'zim analiz qilib o'rgangan narsalar bor. O'zim uchun ochgan narsalarim bor. Juda ko'p bilim bor. Пожалуйста, uyqudan uyg'onganlar, обращаться qilinglar. O'zlaringizni yo'llaringizga bunday chiqarib qo'yaman, chunki bu yo'lda men 18 yil qiynalganman. 10 yil o'qiganman, 18 yil qiynalganman. Shu uchun hech kimga bu kunni ravo ko'rmayman. Hammaga evolyutsiya lehko o'tishini tilab qolaman va foydalaning. Farishtangizni olib kelayotgan informatsiyasi va videolar va insonlardan foydalaning. Bu prosta tak emas. Prosta tak sizning yo'lingizdan hech qachon bir kishi chiqmaydi. Bir hodisa bo'lmaydi. Siz o'rganing, atrofga e'tibor bering. Ish uyumlaridan, ishlardan o'zingizni ozgina chetga surib chiqingda, e'tibor bering. Chetdan o'zingizga qarang, qanday ish qilyapsiz, nima qilyapsiz, nima qo'yapsiz. Biza o'tirishga kelmayapmiz, insonlar razviyatsiya qilishga kelganmiz. Qanchalik razviyatsiya tezroq qilsangiz, sizdan dardlar shunchalik tez qochadi. Biza bu yerda dard chekishga kelmaganmiz. Azob chekishga kelmaganmiz. Biz u azoblardan o'tib
kuchni o'zimizga ochishga kelganmiz. Kuch ochildiki, sizda boshlanadi ko'rish, чувствовать qilish, gadani, taru. Mana bu mo'jizalar yerni, materiyasini qimirlatishga o'zi qodir bo'lasiz. Hammada o'ziga kuch topishni tilab qolaman. Удачи!